Qizlar yaxshimisizlar? Burunga tomizadigan dorilar rosa ommalashib ketdi. Hozir allergiya omili qo'shilganligi uchun ham rosa tomizyapsizlar burunga narsa. Mendan gap eshityapsizlar. Urushda davom etaman, chunki maqsad bolani sog'lig'ini ogohlantirishda davom etaman, yoqsa yoqmasa. Fukarsin o'tgan oy bitta onamiz tomizgan rosa. Fukarsin bilasizlar, yaraga tomiziladigan narsa bor-ku, quritib tushirib yuboradi yarani. O'shan burunga tomizgan. 3 kundan 5 kungacha bolani rosa azoblab, shilinib, qizarib, achib ketgan. Xo'p, keyingisi mana gruppaga qo'ydim, magniy sulfat, magneziy tomizgan bolasini burniga. Adashib qolgan kecha soat 3 da. Baribir o'qish kerakda. Davleniya tushib ketmagan har tugul. Yaxshi temperatura tushib ketmasdan bola holati yaxshi hozir. Mana endi YouTube kanalimga qo'yibdi bittasi, glitserin tomizaman deb Perix tomizgan. Iltimos, hozir bilmayman degan zamon emasda. Sal o'qiylik, o'rganaylik. Xo'p. Sog' bo'linglar.